Farhod bozori atrofidan qidirganlar uchun zo'r variantimiz chiqqan. O'rtoqlar, Uchtepaga kelganmiz. Farhod mahallaga, Farhadskiy bozoridan shundoq tushganda 5 qavatli binoni 5-etajida 2 xona, deyarli 34 kvadrat. Kirib yashashlik uchun yoki ijara qo'yishlik uchun tayyor xonadon, mebel texnikalari bilan. Shunaqangi tinch o'zini hovlisi, zeleniy zonalari, mashina qo'yish uchun parkovkalargacha bor. Videoda o'tkazib o'rmanglar, olib chiqib ko'rsatamiz. Xudolar xonadonimizga ham chiqib oldi. Shunaqangi kompaktli xonadonlar hammamizga nasib qilsin. Qaranglar, bu prixoshkasi kirganimizda shunaqangi hol и ro'parada sanuzel, dusho kabinkasi. Ko'rishinglar mumkin, juda ham sifatli qilib remont qilib qo'yishgan. Yonginasida bemalol kuxnyasiga kirsanglar bo'ladi. Remontini ham ko'ryapsizlarmi? Juda ham did bilan qilingan ekanda. Balkonga kuxnyasini shunday olib chiqilganda, bu yerga stul qilib bemalol o'tirishlik uchun sharoit qilib qo'yilgan. Dizaynni qaranglar, juda ham menga yoqdi, shunaqangi remontlarni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'p, oyoqdagilar parket, hamma uylarimiz yorug' aboylardan foydalanib qilingan. Bu esa detskiy xonasi, bolalar uchun yotoqxona, ko'rishinglar mumkin, tashqariga qaragan o'zini oynalari bilan. Ikkitadan divanlarni qo'yib qo'yishgan bolalar uchun. Xo'p, prixoshkalari ham qilib qo'yilgan, tayyor shkoflari, oyoq kiyim qo'yishlik uchun. Bu esa kattalarimiz uchun katta yotoqxona. Qaranglar, yangi oila, yoshli oilaga juda ham bir mos ekan. Chiroyli shunaqangi interyerlar qo'yilgan, shkoflar, TV zonalar uchun shunaqangi sharoitlargacha qilib qo'yishgan ekan. O'rtoqlar, shunaqangi uyimizning narxini qancha deb o'ylaysizlar? 60 ming 200 yana kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz, videoga like bosib aloqaga chiqib savdolashsalaring bo'ladi.